Voyaga yetmaganlarni tashishda odam tashish qoidalariga rioya qilmaslik javobgarlikka sabab bo'lishi, bu ham yetmagandek yo'l transport hodisalariga olib kelishi mumkinligi haqida tayyorlangan video murojaat mana shu voqea sodir bo'lishidan bir kun oldin ijtimoiy tarmoqlarda omma e'tiboriga namoyish etilgan va barcha birdek ogohlantirilgan edi. Qo'limda turgan mana bu tilxatlar esa ayni Matiz rusumli transport vositasi haydovchisidan olingan. Biri 2026-yilning fevral, ikkinchisi esa mart oyida yozilgan. Shunga qaramasdan joriy yilning 5-may kuni soat 9:05 chamasi oilaviy nodavlat bog'cha mudirasi jami 14 nafar bolani Matiz rusumli transport vositasiga uylaridan olib ketayotgan vaqtida Nurota tumani Yangi hayot mahalliy fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi 85 va 043 mahalliy ahamiyatdagi avtomobil yo'lining 8-9 kilometrlar oralig'ida tezlikni oshirishi va yetarli tajribaga ega bo'lmaganligi natijasida rul boshqaruvini yo'qotgan. Yo'l chetiga chiqib ketgan transport vositasi ag'darilishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Tajribasiz deyishimizga sabab esa 1992-yilda tug'ilgan fuqaro haydovchilik guvohnomasiga ega emas. Ming afsuski, ayanchli hodisa natijasida avtomobil haydovchisi bosh miya yopiq jarohati va boshqa qo'shma jarohatlar olib shifoxonada vafot etgan. Yo'lovchi sifatida ketayotgan avtomashinada bo'lgan bir nafar haydovchining farzandi hamda 13 nafar turli darajadagi tan jarohatlari olgan bolalar kasalxonaga yetkazilgan. Voqea sodir bo'lgan kuniyoq Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i hamda tuman hokimi ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Unda so'zga chiqqanlar ushbu ko'ngilsizlikka sabab bo'lgan omillar haqida fikr yuritar ekan, bunday huquqbuzarlikni ko'ra bila turib farzandi taqdirini xavf ostida qoldirgan, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagan fuqaroga bolalarini ishonib topshirgan ota-onalarning be'tiborligini tanqid ostiga olishdi. Mashinaga 14 kishi bola-chaqa birayotganini ko'ryapti. Endilikda respublika rahbariyati tomonidan berilgan topshiriqqa asosan viloyat hududidagi barcha bog'chalar hududiy yo'l patrul va profilaktika inspektorlariga farmoyish asosida biriktirilishi, inspektorlar tomonidan har bir ta'lim muassasasi joyiga chiqqan holda o'rganilib, ulardagi tarbiyalanuvchilar soni, yashash manzili hamda bolalarni tashish uchun foydalanilayotgan transport vositalari soniga aniqlik kiritilishi yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Mas'ullarning mas'uliyatsizligi hamda loqaydligi, xususiy bog'cha rahbarlari va haydovchilarning o'zboshimchaligi hamda nazoratsiz qolishi, ota-onalarning xususiy nodavlat ta'lim tashkilotlaridan bolalarni belgilangan tartibda tashishlarini talab qilmasligi natijasida ro'y bergan ushbu kabi holat boshqa takrorlanmasligi uchun viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi, shuningdek maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi hamkorligida Navoiy viloyatida mavjud 1204 ta xususiy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlari ishtirokida video selektor tarzidagi muhokama yig'ilishi ham bo'lib o'tdi. Sodir bo'lgan voqea tafsilotlari yetkazilib, yo'l transport hodisasining sabab va oqibatlari xususida fikr mulohazalar yuritildi. Barcha bog'cha rahbarlaridan yana bir bor tilxatlar olinib, hamkorlikda qilinishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar belgilab olindi. Ushbu kabi qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan bog'chalarga bolalarni tashishda odam tashish qoidalariga rioya qilmagan, odam sonini transport vositasining texnik tavsifnomasida ko'zda tutilgan miqdordan oshirishga yo'l qo'ygan xususiy bog'chalarga nisbatan qat'iy chora ko'rilishi haqida ogohlantirildi.